Assalomu alaykum azizlar. E'tiboringizga hafta sonimizda rasochkaga olish imkoniyatiga ega bo'ladigan avtomobillarni qisqacha tanishtirib o'taman. Videomiz biroz cho'zilishi mumkin. Birinchi avtomobilimiz Dongfeng kompaniyasiga tegishli Forcing S7 gibrid hamda elektromobil versiyalarida hafta sonimizda sotuvda mavjud. Aynan ushbu avtomobilimizni siz 50% ni amalga oshirgan holatda qoldiq summani 12 oyga xarid qilishingiz mumkin. Avtomobilimiz gibrid, to'liq quvvat evaziga 1250 kilometrgacha masofa bosib o'tish imkoniyatiga ega. Interyer va eksteryer qismi juda ham ajoyib. Aynan eksteryer qismimiz ajoyib, agressiv ko'rinishga ega. Avtomobilimizda zamonaviy avtomobillarga xos barcha kerakli yordamchi funksiyalar bilan jihozlab o'tilgan. Birinchi avtomobilimiz, ikkinchi avtomobilimiz bo'lsa Forcing Friday gibrid hamda elektromobil versiyalarida. Aynan ushbu avtomobilimiz elektromobil hisoblanadi. To'liq quvvat evaziga 520 kilometrgacha masofa bosib o'tish imkoniyatiga ega. Gibrid bo'lsa 1150 kilometrgacha masofa bosib o'tishi mumkin. Avtomobilimiz narxi 359 million 900 ming, ya'ni uni 50% ni amalga oshirgan holatda qoldiq summani siz 1 yilgacha to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Avtomobilimizda ham o'sha zamonaviy avtomobillarda xos barcha qulaylik va yordamchi funksiyalar bilan jihozlangan avtomobilimiz, ya'ni o'zini sinfida BYD Song Plus yoki Champion'dan biroz kichikroq, lekin Tracker'lardan kattaroq variant hisoblanadi. Ichki qismi ham ajoyib ishlangan. Tomda panorama, deyarli hamma funksiyalar bilan jihozlangan. Uchinchi avtomobilimiz, ya'ni ajoyib oilangiz hamda tashkilotingiz yoki taksi yo'nalishlari uchun qo'l keladigan avtomobil Bay kompaniyasiga tegishli Arcfox KLS avtomobilimiz elektromobil. Avtomobilimizda ham 50% ni amalga oshirgan holatda to'lovini qoldiq summasini 1 yilgacha to'lashingiz mumkin. Avtomobilimiz 500 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Juda ham ajoyib ko'rinishga ega. Avtomobilimizning eng asosiy fishkasi uning mana shunaqa yon tomonga ochiluvchi eshiklari hisoblanadi. Ikkinchi qatorimizda ham joyi yetarlicha, kattakon panorama. Birinchi qatorimizda ham joylar keng, mana ko'rishimiz mumkin. Orqasi ham ajoyib ko'rinishga ega. Barchangizni avtosonimizda kutib qolamiz. Ushbu keltirib o'tirgan avtomobillarni avtosonimizga kelib test drive yoki ko'rib xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammangizni avtosonimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.